Salom do'stlar, bugungi roligimizda biz sizlar bilan birgalikda Hill Climb Racking degan o'yinni mod versiyasini o'rnatdim. Bu mod versiyasida endi biz sizlar qiziqqan yoki bormoqchi bo'lgan, o'ynamoqchi bo'lgan personajlarni, gonkalarni, mashinalarni, zonalarni men hozir sizlarga o'ynab ko'rsataman. Eng zo'ridan eng oddiydan eng zo'rgacha o'ynab ko'rsataman. Shuning uchun agarda videomiz yoqqan bo'lsa, prosta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Unda biz boshladik, qani ketdik. Xo'p do'stlar, o'yinga kirib oldik. Mana Hill Climb Rackingning mod versiyasi. O'sha bu yoqdan pullarni ko'rib turibsizlar. Xo'sh, men mashina tanlayman birinchi bo'lib. Sizlar qiziqmoqchi bo'lgan o'sha mashinalarni bu yoqdan to'g'ri. Traktor bor ekan, Happy Van bilan qiziqmaymiz biz. Bizga qiziqmoqchi bo'lgan mana shu turist bas o'ynaymiz, chunki men qiziqaman shunga 200 minglik olib qo'yamiz. Lek bitta zona tanlayman hozir. Qaysi zona sizlarga qiziqroq bo'lgan? To'q, mana bunaqa Ragnarok. Bo'lib go ketdi bo'lmasa, nima qilayotmayman, to'g'rilayotmayman. Mana bir safar o'ynab qo'yaman chunki u mana qarab-qarang'i joy, unga ko'rinmadi. Bu brat mashina yurolmay ekanda. Va tezroq yurishdi endi bu yoq. Voy, ketdilar brat. Yo'q, hali ketmadilar. O'sha qoldingmi deymanda mana shu joyda. Chunki benzin tugatdi sirazi. Bo'ldi, tugadik. Necha metr yurdik hozir? 129 metr yurib qo'yamiz. Yaxshi, bundan o'tdik endi yana qiziqqan mashinalarimiz bormi yana? Troppi Rack bor ekan, Race Car bor ekan. Mana mashina olamiz. Bu ham qiziqaman. Keyin yangi zonalar bormi? Yana boshqacharoq bir kreativniy. Mana Xmas. Chotga ketdik. Uni o'ramiz. Bu o'zi shunaqa nimalar emasmi deyman. Tak, hozircha chotga sal tezlashamiz. Yana tezlashsak. Menga zona yo'qdi, mashina ham yo'qdi. Va bo'ldi, yetib keldik. Ha, bunda 171 metr yuribmiz. Tak, yana mashinalardan qaysilari bor? O'ynamoqchi bo'lganimiz. Tak, u mana ambulans uncha qiziq emas. Elektrik kar bor ekan. To'rqaratut, rally car, u mana Dragster olaman. Tak, endi bu yoqdan yana zona qidiraman. Mana bir avtobus degan qiziq tuyuldi. Davay bos so'ramiz. Endi uchishga ham kerak. Rekord 179 deydi, davay. Zo'r yetamiz. Prosta gaz bosib turibman. Bitta chayri, voy. Sizlarga tavsiya beraman shu mashinani. To'lka gaz bosaman. Bitta gaz qo'yamiz. Yana bitta uchamiz. Voy, bo'ldi. Biroq oqdilar o'sha. 436 metr yuribmiz. Tak, bu yoqni ham bajardik. Endi keyingisiga Freight Track o'ynamasam bo'lmaydi bu o'yin. Endi bu yerda Rainbow bor. Rainbow'ni ham sizlarga ko'rsataman, davay. Endi bu har xil bayroqlar demasizlar-da. Mana ketdik. O'sha sirazi yurmasdi boshlari. Chotga yetamiz. Gaz olamiz. Ha, bo'ldi, yetib keldi mana. Tushib ketdi. Brat chopdilar deyman. Ha, bo'ldi, tushib ketdi. Yaxshi. Tak, yana qanaqa mashinalarimiz bor? Lowrider bor, tank o'ynaymiz. Конечно, tank o'ynashimiz kerak. Tak, Rollercoaster. Mayli, o'ynaveramiz shuni ham. Ketdik. Tank bilan bosamiz o'sha. Mana kuchaytiramiz, tomonimiz. Sekin asta naqasa boraveramiz. Bemalol. Xavotir etsa qilmaymiz. Конечно, xavotir etsa qilmasligi kerak. Mana boshlandi.
Davay. Voy. Yetmas ekan. Bo'ldi qoldi. Tepaga chiqa olmas ekanda. O'sha 239 metr urimiz. Yana qanaqa mashinalar bor? O mana super off-road. Endi bu yoqdan to'xta. Mana tanlayman. Chota ko'zimga chiroyli ko'rinadi. Davay, ketdik. O'sha manzara vashim zo'r. Bo'ldi, bu yoq chotki. Oldinga kelsa bo'lardi. O, молодец, shilg'i ustidan o'tib ketdim. To'g'ri gaz bosaman, nima bo'lsa bo'lsin. Yaxshi, chotki. Maslahat beraman mana shu mashinani ham o'ylab qo'yishga. Men to'g'ri gaz bosaman degan. Tak zo'r ekan lekin. Bu kalla uramiz. Voy hop ketdim. Yur, davay. Молодец. Voy hop ketdim. Bo'ldi zo'r. O'sha 520 metr uramiz men. Tak, bu yoqda yana nima mashina qoldi? Xo'p, bunda do'stlar qaranglar, buni ikkinchi qismga tayyorlab qo'ydim. Ikkinchi qismda videoni o'ynab o'ramiz. Mana slay bor ekan, mana bunaqa mashinalarni o'ynab o'ramiz. Menimcha bugunga yetadi. Agarda videochamiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolargacha xayr.